bir xil ağoyinlarimiz bor, mana otbozlar bor. 12 kilo arpa verdim. 20 kilo arpa verdim. Ya o bo'lmaydi o. O şu yemini vaqtiga doim qoziqay aylanib turib pishab turish kerak. O borib arpani bersangiz, o qaramasdan bu tomonga burib kelsa, u chopmaydi o. Yemini vaqti bo'lgandan keyin shu ot kishnab qoziqqa aylanish kerak. Ana shu ko'k boriga mana shunday yengil uloq ayiradi. 38 kilodan 7 kilodan 6 kilodan ziyod berish kerak emas otga. Ota arpa bosadi. Men buni hammasini ko'rdim. Hammasini berib ko'rdim. Bir ot malla otim bor edi, 7 kilo arpa yer edi, to'y kuniga ham 7 kilo arpa yer edi shu ot. Kechgacha uloq ayirsam charchamas edi. Badani qattiq ot bo'lsa, qo'rada yaxshi ketadi. Uloq ayiradi. Bir xil otlar gavdasi bo'lgan bilan badani bo'sh, so'luq ketaveradi, ot bo'lmaydi u. Keyin ikkinchi g'ayrat, uchinchi aql. Shu uchovi bor ot uloq ayrilsa iloji uloq ayiradi. Yaxshi ot, aqlli ot uloqni xuddi chavog'anda bilib oladi, tonib oladi. Shu uloq tekandan keyin xuddi mana shu chavog'ni qanday bekitib haydaydi, ana shunda haydaydi. Uloqni ayirang deydi. Mana shu malla otim bor edi meni, bir ko'zi ko'r bo'ldi. Bir to'yda bordik, qo'li chavog'ini qo'shib, uzib uloqni tortib oldi. Ko'rmay qoldi. Otni shunda uyalganini o'z ko'zim bilan ko'rib o'tirdim shu mallani. Shunda uyalib yerga qarab shuna bo'lib qoldi. Ikkinchi uloqda olgandan keyin xuddi yashinday aynalib chiqib ketdi. Shundan keyin uloqni oldirmadi. Ot biladi uloqni. Uloqchi ot bor. Uloqsiz ot bor. Aqlli ot, g'ayratli ot, orli ot uloqni biladi. Uloqni agarga chiqargandan keyin qutulib ayiradi. Ayrang deb g'ayrat qiladi.